Assalomu alaykum kuzatuvchilarga. Mana biz hozir yana Sklatdan video qo'yamiz. Manzilni aytib ketaman. Zangiota, O'rto'l, MTS. Shu yerga kelsanglar, mana telefon kontaktlarini ham qoldiramiz. Shu yerga kelib Toshkent, Zangiota, O'rto'l, MTS deb kelsanglar, joyga to'shna kelar ekansizlar. Mana Sklat. Muhsina, xaridorlar 60 minglik tovarlaringiz qaysi deb so'rashyapti-da. 60 minglik tovarlarni o'zingiz bitta ko'rsatib yuboring. 60 mingliklar mana bu futbolkalarimiz. Женский. Sifati yaxshi bularni ham. No, assortiment ko'p, 60 minglik ham. Aralashdi, juda ham ko'p. Kelib ko'rsa. Ha, mana. O'zingizlar kelib 60 mingliklarni ko'rib ketaverasizlar. Bizda qarang, mana bunaqa dvoykamiz bor. Buni ham kilosini 80 mingdan berib yuboramiz. Dvoyka bu. Aha. Mana buni bittasini ko'rsak bo'ladimi? Da, hozir men taroziga ham qo'yib beraman. Bu 80 ming so'mmi? Kilosi 80 ming so'm. Qani bittasini nechta pul chiqarkan bilamiz. Mana. 80 ming so'mdan kilosi. 36 ming so'm chiqdi narxi. Mana dvoykamiz 36 ming so'm chiqdi. Kilosi 80 ming. 80 ming so'mdan kilosi. Kelgansiz aka, bizda keyin mana ro'mollar bor. Har xil assortimentda bular. Shapka, hammasi baza ichidan, ro'mollar sharflar ichidan kiyishga. Даже o'zim ham o'rab olgan sharfdan bor. Bu ro'mollarni kilolab necha pul qilib berasiz buni? Bu yerda assortiment 100 dan ortiq assortiment bor. Klientlarimiz uchun 150 mingdan qilib berib boramiz. Ro'mollarni. Qarang, bir 150 ming bo'lsa, buni bittasini tortib qo'yaylik, qancha chiqar ekan buni? Masalan, qani taroziga qo'ydingiz. Kilosi 150 ming urdim. Necha pul chiqdi? Donasi 10 ming so'm chiqdi. 10 ming so'mdan donasi mana. Ro'mollarni. Tayyor shapka. Bizda mana bunaqa yozgi narsalarimiz ham bor. Mana futbolka, shortiklar bemalol yozga уже kelaversanglar ham bo'ladi. Assortimentlar bor. Mana bunaqa shifon ko'ynechalarimiz bilan dvoyka shortigi bilan 30 dan ortiq ranglari bor buni ham. Ha, mana. Kelsanglar o'zlari kelishtirib beraveradilar. Narxlar har xil bo'ldi. Assortimentni ko'ryapsizlar mana. Keyin qarang, keling, bizda kaprollar ham bor, женский kaprollar. Bularni kilosini klientlarimiz uchun mayli olishsin 100 mingdan berib yuboramiz. Agar 200 kilogacha olishsa 20% skidka qilib beramiz. Demak bitta narsa ekanda. 200 kilodan oshiq olishsa 30% ham skidka qilib beramiz. Bo'ldi mana. Tushundim. Klientlar ham tushunyapti. Kattaroq kiloda olishsa, uje ozgina skidka ham qilib beraverasizlar. Narxlardan. Buni ham qarang, bitta interes. Buni ham bitta tortib bering, mana shu skidkali joydan. Buni kilosi 100 ming so'm, mana urdim. Pochkada 6 ta bo'ladi. 63 ming chiqyapti 6 tasi. Donasi 10.500 so'mdan to'g'ri keladi. 10.500 so'mdan. Qarang, bu yoqda dvoykalar, shortiklar, futbolka shortik hammasi yozgi assortiment, hammasi. Narxlar juda ham arzon chiqadi. Mana ko'ring hammasini. Bu yerda ob'yom juda katta ekan. Buni ob'yom katta. Agar ko'proq olishsa, o'zi kilosi 150 mingdan, agar katta ob'yomda olishsa, narxini yaxshigina skidka qilib beramiz. Qarang mana. Rasvetkalarini, человек pauklar. Larimiz bor. 3 yoshdan boshlanadi, 5-6 yosh qizlargacha. Kilosi 80 mingdan. Shuni ham dona narxini bitta chiqazib beraymi? Mana assortimentlarni ko'ring. Mana buni ham bu chiroyli narsa ekanda. Keyin podrastkoviy ham bor. Podrastkoviy qizlarga 9-12 yosh qizlarga dvoyka bu ham yozga уже pijamkalar. Bularni ham narxini bilib beraman hozir. Mana bularni qarang, kilosi 80 ming, donasi 12.600 so'mdan chiqyapti. Bu dvoykami, parmi? Da, bular pijama, tepapas, mana dvoyka. Donasi 12 ming chiqyapti shuni. 12 ming da. Bunisini ham ko'rsating. Bu yosh kattaroq qizlarga 13.600 so'mdan 12 yosh qizlargacha to'g'ri keladi. Buni ham bitta futbolkasini ochib ko'rsatib yuboring. Bu ham dvoyka, futbolka shortik. Вообще zo'r. Zo'r narsa. Narxi. Mana men nima olib keldim, buni ham tortib bering. Mana bitta assortiment ko'ray dedim-da. 8.900 so'm. Mana shu ikkita dvoyka 8.900 so'm. 8.900 so'm. Buni ham bitta ochib bering futbolkasini. Buni ham ko'rishsin. Xalq mazza qilsin, klientlar mazza qilsin. Shortik. Shu necha pul chiqdi? 8.900 so'm. 900 so'm. 9000 so'm ekanda. 9000 so'mga ikkita narsa olyapsizlar. Qarang aka, bular kiloga 100 mingdan. Agar katta ob'yomda oladigan bo'lsa, klientlarimiz, mayli klientlar xursand bo'la qolsin. 90 mingdan berib yuboramiz. Bo'lsin, klientlarga bo'lsin. Albatta. Kilosini 90 ming qilib berasiz. Ha, qilib beramiz. Lekin assortiment juda katta mana. Ko'ryapsizlar. Bu ko'chadagi assortiment. Hozir yana ichkariga kiramiz. Hali sochuvlar bor. Yana nimalar bor edi? Pastellar bor. Hali sochuvlar bor, pastelni belyolar bor.